Yomg'irning tinimsiz yog'ayotgan shovqini va shildirashi Padmajaga odatdagidan farqli. Bugun juda dahshatli tuyulmoqda. Atrofni yanada vahimali algan narsa esa qattiq momaqaldiroq edi. U qo'rquvdan kichrayib, yig'lab yuborish arafasida edi. Yomg'irning ovozi biroz pasayganda shamol eshikka tegib, so'ma so'zlarni olib keldi. Nega qo'rqayapsiz? Mendan qo'rqmang. Qiyinchilikda qolib shu uyga kirdim. Menga ishoning. Padmaja yig'isini to'xtatdi. Quloqlarini ding qilib diqqat bilan eshita boshladi. Eshikning narigi tomonidagi odam o'zini Amir deb atadi. Eshikni oching, iltimos, ishoning meni. Men siz bilan hech qanday nojo'ya niyatda emasman. Qo'rqmang, Padmaja. U biroz qimirladi, keyin Amir yana gapirdi. Eshityapsizmi, Padmaja? Padmaja tomog'ini qiqib gapirishga urindi, lekin ovozi chiqmayotgandi. Nihoyat xix deb ovozini tozalab, "Men eshikni ochmayman", dedi u. Bir zum javob kelmadi. Keyin Amir yana gap boshladi. "Mayli, ochish shart emas. Iltimos, qo'rqmang. Siz ketay, yomg'ir to'xtashini kuting. Axir yomg'ir tufayli sizning uyingizga kirdim-ku. Menga yomg'irdan nima bo'libdi?" Amirning so'zlari aniq va ravon edi. Padmaja bu odamning o'qimishli ekanligini tushundi. Gaplariga qaraganda yaxshi odamga o'xshardi. Shunday bo'lsa-da, ehtiyot bo'lishdan zarar yo'q. U eshikni ochmadi. Karavotga borib o'tirdi. Qo'rquvi biroz pasaygandi. "Eshityapsizmi, Padmaja?" "Ha, ayting", deb javob berdi u. "Ismingiz nima? To'liq ismingizni ayting-chi." "Padmaja, chiroyli ism. Siz mening ismimni so'ramaysizmi?" Amir hayratda qolgandek so'radi. "Qanday qilib meni taniysiz? Biroz oldin ismimni aytdim-ku. O'shanda qo'rqib titrayotgan edingiz. Eshitib qolgansiz." "Voy!" Amirning ovozida hazil bor edi. Padmaja sekin jilmayib qo'ydi. Nega jilmaganini o'zi ham bilmasdi. "Eshityapsizmi?" deb so'radi Amir. "Eshityapman. Siz doim shunday qo'rqoqmisiz? Endi mendan jasoratimni isbotlashimni so'rab, tashqariga chiqib ketishimni buyurasiz. Shundaymi?" Narigi tomondan osmonni titratuvchi kulgi eshitildi. Amir kulib turib dedi. "Yaxshi gap. Bilasizmi, bu mavzuni chetlab o'tgan ma'qul." Padmaja gapni boshqa tomonga burib so'radi. "Yomg'ir to'xtagach ketasiz, to'g'rimi? Hech qayerga haydab yubormang. Yomg'ir to'xtashi bilan ketaman. Xafa bo'lmang. Uy boshmi? Boshqalar qayerda? Bu Murshid akaning uyimi?" "Ha, uning guruch tegirmoni hozir otamning qo'lida. Kim bilan gaplashyapman?" Padmaja hayron bo'lib eshikka qaradi. Ajablanib so'radi. "Siz Matabbarning o'g'limisiz?" "Matabbar kakaning o'g'li deya hayron bo'lyapsiz shekilli. Matabbar kakaning o'g'lining ismi Babu-ku." Amir kulib javob berdi. "Mening laqabim Babu. Onam va otam shunday chaqiradi. Lekin asl ismim Amir." Padmaja boshqa gap qo'shmadi. Momaqaldiroq to'xtagan, yomg'ir esa hamon yog'ayotgandi. Amir so'radi. "Boshqalar qayerdaligini aytmadingiz?" "Onam va otam bugun Dakkadan qaytishlari kerak edi. Ikki singlim va ukam buvimnikiga ketgan edi. Shekilli yomg'ir tufayli kela olmayapti. Hali ham mendan qo'rqyapsizmi?" "Biroz. Bu yaxshi. Notanish odamga umuman ishonmaslik kerak." Boshqa bir manzara. Basanti Vansdan tushdi. U Murshidning uyini tanimasdi, shuning uchun qaysi tomonga ketishni bilmay qoldi. Osmonning ahvoli ham yaxshi emasdi. Ko'chada hech kim yo'q edi. Shamol kuchayib borardi. Biroz yurganidan keyin birdan bo'ron boshlandi. U yugurib bir uyning ayvoniga chiqdi. Ramiz Ali ayvonda otashkada chekib o'tirgan edi. Shoyi sari, ochiq qorin, uzun sochlarini o'rib olgan oppoq Basantini ko'rib, u hayrat bilan yaqin keldi. Ajablanib so'radi. "Kimasan sen? Kimni qidiryapsan?" Basanti titrab ketdi. U boshini burib Ramizga qaradi va uzun-uzun kulib javob berdi. "To'satdan bulut kelib qoldi-da, siz kimning uyiga borayotgan edingiz?" "Murshidnikiga." Ramiz Ali jahl bilan uyga kirib, stul olib chiqdi va berdi. "Murshidga nima ishing bor?" deb so'radi. Basanti o'ylanib qoldi. Bu qishloq odami uning Murshid bilan munosabatini bilmasdi. Endi aytish to'g'rimi? Bir necha soniya o'ylab mantiqiy qarorga keldi. Qishloq ahlini xabardor qilish kerak. Aks holda u hech qachon o'z haqqini ola olmaydi. Faqat qishloq ahli uning joyini mustahkamlashga yordam berishi mumkin edi. Basanti Ramiz Alining ko'zlariga tik qarab dedi. "Men uning xotiniman, birinchi xotini. U bilan 20 yillik munosabatim bor." Ramiz Alining ko'zlari kallagidan chiqib ketayozdi. Mekna so'rasa, yomg'ir yog'gandek xursandchilikni his qildi. U ishtiyoq bilan so'radi. "Demak, keyingi xotini bilmaydi, shundaymi? Qani qayerda edingiz? Radapurda yashirincha ushlab turibdimi?" "Hozir Murshid meni taloq qilmoqchi. U men bilan yashashni xohlamaydi. Shuning uchun men o'z haqqini olish uchun kelganman. Men uning uyida yashashni xohlayman. Sizlar menga yordam beringlar. Qishmoq ahli bo'lmasa, Murshid menga joy bermaydi."
Ramiz Ali kuchli yomg'ir va momaqaldiroqni ham yengib, baland ovoz bilan dedi: "Senga joy berish vazifasi biznikiga aylanganmi? Siz tashvishlanmang, bu bulutni tarqatib yuboraylik, keyin nima bo'lishini ko'rasiz." Basantining ko'zlari yoshlanib ketdi. U ishonch topgandi. Ramiz Ali esa qasos olish nashasiga tushdi. Murshid unga qancha yomon so'zlar aytgan, qanchalik xor qilgan, haqorat qilgan edi. Endi uning navbati. U har bir haqoratni qaytarishga qasam ichdi. Basantiga ishonch berib, "Siz o'tiring, men yana bir necha kishini olib kelaman", dedi va xursand bo'lib chiqib ketdi. Ramiz Ali, Said, Razab, Malik va Kamrulni olib qaytdi. Hammaning qo'lida soyabon bor edi. Kamrul Atbada mahallasining a'zosi edi. Qishloqda biron buzuqlik o'lsa, uni ko'rish uning vazifasi edi. Shuning uchun u boshiga momaqaldiroq va bo'ronni olib yugurib kelgan edi. Yana Padmaja va Amirga qaytsak, Padmaja bezovta bo'lib hojatxonaga borish kerak edi. Siydik kelib qolgan. Shu ahvolda yana qancha turish mumkin edi? Tashqariga chiqishga jur'ati yo'q edi. Xonada bir muddat aylanib yurdi. Ko'zlarini yumib chuqur nafas oldi. Keyin cho'ntagiga qo'l solib, Oyatul Kursini olib o'qidi va ko'kragiga pufladi. So'ng eshikni ochdi. To'satdan eshik ochilgan ovozni eshitib, Amir hayrat bilan qaradi. Osmondagi qora bulutlar ancha tarqalib, kechki azon vaqti bo'lgan edi. Shalvar qamis kiygan Padmajani ko'rib, uning yuragi bir zum to'xtab qoldi. Padmaja doka ro'molini burniga tortdi. Keyin titroq oyoqlar bilan Amirning yonidan o'tib ketdi. Amirning ko'zlari mahliyo, nafasi tartibsiz, lablari qurigan edi. Padmaja qaytib kelayotganida Amir uni chaqirdi. Padmaja to'xtadi. Agar odamning niyati yomon bo'lsa, shu vaqtgacha hujum qilgan bo'lardi. Qilmagani uchun uning niyati yomon emas deb o'yladi. Shuning uchun to'xtadi, lekin boshini burib qaramadi. Amirning hul ko'ylagi ayvondagi arqonga qo'yilgan, shamolda quriyotgan edi. Amir dedi: "Anandpurda bunday go'zal borligini bilmasdim." Padmaja uyaldi, noqulay ahvolga tushdi. Yomg'ir ancha kamaygan edi. Padmaja dedi: "Endi ketsangiz bo'ladi. Kimdir ko'rib qolsa yomon o'ylaydi." "Ketgim kelmayapti-ku", dedi odam. "Biroz oldin yomg'ir to'xtashi bilan ketaman degan edi. Hozir ketmayman deyapti." Padmaja burilib qaradi. Ko'zlari bilan ketsangiz bo'ladi degan ishora qildi. Amir biroz hayron bo'lib tikildi, lekin Padmaja ham unga qarab turardi. U endi Amirning qiyofasini yaxshiroq ko'rdi. Shiyambardaning bir yigiti, iyagining o'rtasida kesilgan chandig'i bor edi. Padmaja darhol ko'zini uzdi. Yig'lab yuborgudek bo'lib, "Yomg'ir to'xtadi. Onam va otam kelishadi. Ketib qoling." Amirning jim turishi Padmajani bezovta qildi. Bu odam naqadar kamgap ekan. Birdan hovlida bir necha kishining qadam tovushi eshitildi. Amir va Padmaja ayvondan qarashdi. Qishloqdan buncha odamni ko'rib, Padmajaning yuragi orqasiga tortdi va u yugurib xonaga kirdi. Ramiz Ali baqirdi: "Ey Murshid, qayoqdasan? Yomon ish qilib endi yashirinib yotibsanmi? Tashqariga chiq. Yomon ishingni boshiga keltirdim." Amir ayvondan chiqib chuqur ovoz bilan dedi: "Ular uyda yo'qlar." Olomon hayrat bilan Amirga qaradi. Kamrul so'radi: "Voy Amir, shahardan keldingmi?" "Ha, 4 kun bo'ldi." "Xo'sh, bu yerda nima qilyapsan?" Amir javob berishidan oldin Ramiz Ali so'rab qoldi: "Uyda hech kim yo'qmi?" Amir soddalik bilan javob berdi: "Bor, Padmaja bor." Yig'ilgan 5-6 ta odamning nigohi keskinlashdi. Hammaning qarashini ko'rib, Amir qanday katta xato qilganini tushundi. Padmaja aynan shundan qo'rqayotgan edi. Amir arqondagi ko'ylagini olib tezda kiydi. Keyin oqlanib gapirisha boshladi: "Sizlar o'ylayotgan narsa unchalik emas. Men uyga qaytayotgan edim, yomg'ir yog'di. Shuning uchun bu uyga kirdim. Uyda hech kim yo'qligini bilmasdim." Amir gapini tugatishga imkon bermay, Ramiz Ali qichqirib, qo'shni uylardagilarni chaqira boshladi. Matabbar uni kamxo'r qilmagan edi. Murshid unga har qanday yomonliklar qilgan, yo'l-yo'laga yomon so'zlar aytgan edi. Bugun o'sha azoblarni qaytarish kuni edi. Amir vahimaga tushdi. Kamrul barmog'ini siltab, qattiq ohangda dedi: "Sizdan buni kutmagan edim. Otangizni chaqiraman. U nima kerak bo'lsa qiladi." Amir jahl bilan javob berdi: Voy, nima boshladingiz? Sizlar?" Said Amirning yoshiga yaqin edi. Ularning o'rtasida shaxsiy nizo bor edi. Said baqirdi: "Jimbul, otang matabbar bo'lib bizni qo'rqitasan deb o'ylaysanmi? Yomon ish qilib qochib ketasanmi?" Amirning ko'zlari qizarib kirib ketdi. Uning jahli chiqqanda ko'z rangi o'zgarib ketardi. Qora yuzi bilan qizargan ko'zlari dahshatli ko'rinardi. Said ichidan qo'rqdi. Amirning qo'lidan ko'p kalta yemagan edi. Ammo bugun butun qishloq bir tomonda. U hech qanday imkoniyatni qo'ldan bermasligi kerak. U tomog'ini qiqib dedi: "Ko'z qizarishdan foyda yo'q. Yomon ishing to'xtamay turib, ketishingga ruxsat yo'q." Amir jahl bilan qattiq qo'lini Saidning qulog'iga bir shapaloq tushdi. Shu zahoti Saidning boshi g'uvlab ketdi. Ramizning qo'zg'atishi bilan odamlar to'plangan edi. Hammaning qo'lida soyabon bor edi. Qorong'i tushgan edi. Amir yana Saidni urmoqchi bo'ldi. Bir necha kishi kelib uni ushlab oldi. Kamrul bir ayolga buyurdi: "Shivlining onasi bir necha kishini olib, uyga kirib bu fohishani tashqariga chiqaring. Yashirinib yotibdi. Qishloq buzuqligiga yuz tutyapti." Padmaja yerda ikki bukilib o'tirib qaltirab yig'lardi. Tezlik bilan oyog'idan boshigacha titrayardi. Tashqaridagi har bir so'z uning quloqiga tushardi. Atrof g'uvlab ketayotgan edi. Shivlining onasi Padmajaning xonasiga keldi. Eshik ochiq edi. U fonar bilan qaradi. Padmaja yerda o'tirib qaltirayapti. U Padmajaning boshiga qo'yini qo'yib so'radi: "Nega bunday yomon ish qilding?"
Padmaja loyqa ko'zlari bilan qaradi. Shivlining onasi qo'shni uyning xotini edi va Padmaja bilan yaxshi munosabatda edi. Padmaja Shivlining onasini quchoqlab, ho'ngrab yig'lab yubordi. "Opa, men hech qanday yomon ish qilmadim. Hammasi noto'g'ri tushunishdi." Rina ismli bir ayol Padmajani kuch bilan tortib turgazdi. Uning shu qiz haqida Hinnata bilan maqtanib yurgani esiga tushdi. O'sha maqtanishni bugun yaxshilab sindiraman deb o'yladi. U yomon niyat bilan zavaqlanib, chirkan ovozda Padmajaga dedi. Qo'lga tushganda hamma shunday deydi. "Qani kel." Padmaja yolg'onsiradi. "Ishoning, men hech qanday yomon ish qilmadim. Onam buni eshitsa o'lib ketadi. Sizlar bunday qilmang iltimos, uning quloqiga yetmasin." Padmajaning yig'i, faryodi, yolg'inishi qishloqning eng chiroyli qalbli odamlarini kuchiga kiritib qo'ydi hamma. Uyqudan boshqa hech qachon erkaklar qarshisiga chiqmagan qizning ko'kragidagi ro'mol uyda qolib ketdi. 3-4 ayol uni mahkam ushlab turardi. Hammani mensimay, Padmaja nafrat bilan Amirga qaradi. Amir o'zini qutqarishga urinar, lekin hech iloji yo'q edi. Purna isitmadan qaltirab uyga kirdi. Shovqinni eshitib qo'rqib ketdi. Biroz yurib Padmajaning holini ko'rdi. Isitmasi bir so'mda tushib ketdi. Yugurib kelib Padmajani quchoqlab oldi va baqirdi. "Mening opamni nega bunday ushlayapsizlar? Opa, nega yig'layapsan?" Padmaja yig'lab javob berdi. "Purna, onam buni ko'rsa o'ladi. Men hech narsa qilmadim." Purna hech narsani tushunadi. Yomg'irning tinimsiz yog'ayotgan shovqini va shildirashi Padmajaga odatdagidan farqli. Bugun juda dahshatli tuyulmoqda. Atrofni yanada vahimali algan narsa esa qattiq momaqaldiroq edi. U qo'rquvdan kichrayib, yig'lab yuborish arafasida edi. Yomg'irning ovozi biroz pasayganda shamol eshikka tegib, so'ma so'zlarni olib keldi. "Nega qo'rqyapsiz? Mendan qo'rqmang. Qiyinchilikda qolib shu uyga kirdim. Menga ishoning." Padmaja yig'isini to'xtatdi. Quloqlarini ding qilib diqqat bilan eshita boshladi. Eshikning narigi tomonidagi odam o'zini Amir deb atadi. "Eshikni oching, iltimos, ishoning meni. Men siz bilan hech qanday nojo'ya niyatda emasman. Qo'rqmang, Padmaja." U biroz qimirladi, keyin Amir yana gapirdi. "Eshityapsizmi, Padmaja?" Padmaja tomog'ini qiqib gapirishga urindi, lekin ovozi chiqmayotgandi. Nihoyat "xix" deb ovozini tozalab,